Hammaga salom, sizlar bilan men Ibrohim. Bugun sizlar bilan biza Stumble Guys o'yinidan 0dan kuchayamiz. Bugun qani boshladik. Birinchi bo'lib birinchi zonani o'ynab ko'ramiz eventlaridan. Bu zonada yaxshigina o'ynaymiz. Bizning komanda normal, lekin yutqazmasak bo'ldi. Lekin bu yerda tiltiradiganlarni olib bo'lamiz. Bo'lmasa odamlar o'lgan bo'lsa tiltiradi. Sekin bu yerdan olamiz. Yaxshi. Mana bu yerdan ham yutib olamiz. Biznikini bittasi o'ldi va chaqirib olamiz. Xo'sh. Biznikilarni ikkitasi o'lib ketdi. Bitta o'zim qoldim. Yaxshi. Mana yaxshi. Bu yoqdan endi sherigimiz tiltirish uchun olishimiz kerak. Biz olmadikmi? Biz oldik. Sherik tiltirmani ham. Sunfetta. Nima qilyapsan? Bot. Sakrab turmaydi bitta. Qamayli. Shunaqa galanglar ham bor. Yo'q emas, bunaqa galanglar. Sakrab kerak bir joyda asabni buzib. Qancha o'ynab yutgan bo'lsang yana sakrab turadi bitta joyda. Mayli. Skin berar. Skiller. Skiller emotsiyalar berar. Legendary skinmi? Hozir skinni ko'ramiz qanaqa ekan. Legendary bo'lsa birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Qani ko'raychi. Legendarylardan skin shita bol. Top bo'lmayapmiz. O'sha skinchani. O'zi aniq shitamoqki. O'tkazib bo'lgan bo'lsam kommentariyada yozib keting. Balki men o'tkazib bo'lgan bo'lishim mumkin. Yo'q, men topolmadim. Xo'p, mayli, baribir u menga skincha yo'q qo'li. Shuning uchun u skinni olishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Qiyinchilik yo'q. Xo'sh, bu skinni biz ikkita qismda olishimiz mumkin. Faqat bir vaqtning o'zida ikkita video olishim kerak. Menda ham vaqt oz, lekin kanikuliga chiqdik maktabdan. Shuning uchun vaqt topishim mumkin. Sizlar uchun video chiqarishga tayyorman. Qani ketdik. Hamma o'zi uchun. Sakraymiz. Bitta uradiganlar bo'lsa yomon bo'ladi. O'lib ketmaslik kerak. Voy. Mayli. Bo'ldi. Mayli bo'ldi. Top 100'da biz. Top 100 bo'lsa,
Agar hamma shu skilllarni, hamma podarkalarni bersa judayam zo'r bo'ladi. Bir vaqtni o'zida nechtita skill bo'ladi. Bu kartani ham o'ynayman, lekin hamma o'ziga qarshi. Orqaga sekin ularning yoniga yaqinlashmaslik kerak. Tushib ketdim. Ha, tushib ketdi. U mashinaga yeta olmadik. Mayli, zato top oldu. Normal. Neçe top? Reklamalar böylesinden bu gelse buraları yerlebiladi. Oynab ko'ramiz. Yo. Yuqali. Suv bas, suv ekan. Xo'sh. Nechinchi o'rindan? Top 75 yaxshi. Ko'rsatmayapti. Aman. Go. Shu top 75 ni top 1ga bo'lishga harakat qilamiz. Menimcha ko'rolmadim bu karta nima nechinchi qaysi paytda tugashini. Tugagan paytda ko'pchiligingiz bilan sovg'alarni bizga beradi. Xo'sh. Yaxshi. Bular ham kuchli o'yinchilar. Biz mana bu yerda o'tiramiz. Ular esa bilmayman. Olmadiyman-da. Yo'q, ketmaymiz. Ne? Yok. Yok. Hamayla. Fintimiz o'xshamadi. Top 50ga tushdik, yaxshi. Top 50da bizda skin bor. Yaxshi, biz top 1dagi skinda olishimiz kerak. Mana bizning akkauntimiz birinchi leveldagi akkauntchi. Bunu 40 ta ochib ko'raylik. Nima shaka? Nima bu? Tushunmay qoldim. Nimaligini. Yaxshi. Bir soatdan keyin yana o'tishimiz mumkin ekan. Bu narsa o'z nimaligini ko'ryapsiz yoki kostyumlardan Sonra kostyumlardan bunu kiyib olamiz. Mana missiyalarning ikkitasini bajaribmiz. Yulduzchalar. Qani pastga kiramiz va bu pastni ochganimizdan keyin beradiganlar. Endi yana bir marta o'sha kartani o'ynaymiz. Bu safar top 25 ga tushamiz va top 10 va top 5 va top 10. Qani ketdik.
sizlar bu videomizga like va obunani bosib qo'ysalar, bizlar yana ko'proq videolar chiqaramiz. Men, ukam va boshqa o'rtoqlarim biz bilan video olishadi. Bu kartada bitta narsani tushundim. Avtobusga o'xshagan, bunga emas, avtobus lekin bitta mashinani oldiga minsa bo'lmas ekan. Hoppa. Mana shu mashinalarni ustiga o'tirish juda ham qiyin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana suv sepadiganlardan ham ehtiyot bo'lish kerak. To'pparni olish kerak. Oy. Mayli, to'pparni olamadik, lekin yaxshi harakat qildik. Hali top 25 ga tushmadik, lekin XP va yulduzlarni oldik va o'nta ko'zga taqadigan qanaqanday g'alati narsalarni. Mana shu reklama bo'lmasaydi, juda Mbappeni aldab ketdik, Haalandni ham, Benzemani ham, Messini ham, Messi olmaymiz. Messi bo'lmasak. Shuning uchun narsa bo'ldi. Xo'sh, kubok berarkan, sovrin berarkan, boshga kelgancha berarkan. Ko'p narsalar hali ko'p. Gapni ham yoraman. Qani ketdik. Bugunning o'zida top 5 yoki top 10 ga qo'ysak videomiz tugaydi. Keyingi videoda buni top 1 ni olishga harakat qilamiz. Yaxshi. Xo'sh. Birinchi yo'lni olmoqchiman shu kartada. Nima deysizlar? Olamanmi yo'qmi? Haha, deb turamiz. Hali hech kim yurgani yo'q. Yaxshi. Ikkita kishi o'ldi. Qiyin. Yaxshi. O'tib oldik. Yaxshi. O'yinchilar kuchli. Qanday o'tadi bundan? Uy. Yaxshi. Hali ham top 50 tabza. Va shopga qilib ko'raylik nima bor. Yaxshi. Shopga videoni boshlashdan oldin mana shu reklamaga ham ochgandim. Hech narsa tushmadi. Bo'ladi. Superbox ham kerak emas bizga. Mana shu narsani nimaligini bilganlar kommentariyga yozib olinglar. Men tushunmadim nimaligini. Xo'sh, endi buni qo'yib qo'yamiz. Kelgan oldiga. Xo'sh.
videodagi narsalardan bizda yo'q. Mana bu bor edi. Bu qancha? 50 ta. Bizda 20 ta bor, yana 20 ta sotib olsak bo'lardi shekilli. Hozir ko'ramiz. Pastdan sotib olish mumkin shekilli. Yana birozdan keyin ana shunday yana 20 ta sotib olar ekanmiz. Yaxshi. Yana bu yo'qlarga o'tkazganda yana past level sotib olish kerak. Yana past level. Mana bu yerda ham bitta yana bor ekan. 60 ta bo'ladi va shularni biz yana sotib olsak bo'ladi. Nimalarga ketyapman? Qani go. Xo'p, bu videoni top 25 ga kirganimizdan keyin to'xtatamiz. Chunki video ham cho'zilib ketgan bo'lsa kerak. 16 minut bo'libdi. Yaxshi. Sen bor edi-ku, emakda. Mana. Hu. He. Bu yomg'ir sachamanga yo'q qoldi. Juda ham zo'r yomg'ir ekan. Yo'q qolamiz va yana qaytib paydo bo'lamiz. Avvalgi paslarda bu narsa qo'shilmagandi. Bu narsa nimaligini ham bilmasdim. Yaxshi o'tib oldim. Yaxshi. Normal. Doğru. Yaxshi. Bulardan o'tib olaman deb hech o'ylamagandim. Birga bir qolib ketdik. Yo'q. Iltimos. To'plarni olishimizga salgina qolgandi. Mayli do'stlar, bugungi videomiz o'z qo'yasiga yetdi. Kimga video yoqsa like va obuna bo'lishni unutmanglar.